Bugun sizlar bilan Reading Part 4 ko'ramiz. Bu yerda A Losing Battle deyilyapti. Mana shu mavzudagi matnda birgalikda ishlaymiz. Reading Part 4 da bizga multiple choice savollari beriladi va true false no information savol turi beriladi. Bu savollar tartib bilan keladi. Ya'ni avval 25-savolning javobi, keyin 26-savolning javobi keladi. Tartib bilan kelganligi uchun biz ikkala savol turidan ham bittadan savolni o'qib olamiz. Va matndan qaysi birini javobi chiqqan bo'lsa, o'sha qismda belgilab ketamiz, chunki o'sha joyda yana qayta o'qimaslik uchun keyingi savolning javobi o'sha javob chiqqan gapdan keyingi qismda kelishini bilish uchun, esdan chiqarmaslik uchun matndan belgilab ketamiz. Demak, bu yerda aytilyapti, invasive plants are covering increasingly large areas because invade degani bosib olmoq, invasive plants degani juda ham ko'p joylarga tezda tarqab ketadigan o'simliklarga nisbatan aytiladi. Shu kabi o'simliklar juda ham borgan sari ko'proq hududlarni egallayapti. Demak, buni sababi so'ralyapti. Nima uchun ko'p joylarga tobora tarqab ketyapti. Mana shuni sababi haqida aytilsa, ko'p joylarda egallayotganligi haqida gapirilsa, biz aynan o'sha qismda diqqat bilan o'qib javobni olishimiz kerak bo'ladi. Kalit so'zlar bilan ishlash muhim, chunki har bitta javobda aynan javobi chiqqan joyi bo'ladi. Shuning uchun aynan shu kabi joylarda topish oson bo'lishi uchun biz kalit so'zlarni belgilashimiz kerak bo'ladi. Demak, kalit so'zlarni belgilab, aynan mana shu kalit so'zlar qaysi qismdan chiqsa, javoblarni olib ketamiz. Bu savol turidan bitta o'qib oldik. Endi true false not given dan ham bitta o'qib olamiz. If you grow Japanese knotweed in your garden, it doesn't mean that you break the law. Agarda siz Japanese knotweed degan o'simlikni bog'ingizda o'stirsangiz, bu qonunni buzganingizni anglatmaydi. Demak, qonunni buzish haqida, Japanese knotweedni o'stirish haqida gap diqqat bilan o'qib javobni olishimiz kerak bo'ladi. Ikkala savoldan ham bittadan o'qib oldik. Endi mana shu narsalar haqida qachon gap ketsa, javoblarni olamiz. Demak, o'qishni boshladik. Matnda har bitta qism ham muhim bo'lavermaydi. Biz o'rtacha tezlikda o'qishni boshlaymiz. Qachonki bizga tegishli kalit so'zlar chiqsa, diqqat bilan o'qib javoblarni olishimiz kerak bo'ladi. Not every beautiful plant growing in your garden or in the countryside is a welcome sight. We are not talking about normal weeds, plants which are not wanted but can be removed with a bit of hard work. This article features another category. Species often from overseas that grow where they do not belong and are dangerous for humans and even buildings. These non-native plants invade new areas, spread rapidly, and are difficult to remove. As a result, they are called non-native invasive plants, not growing in their home country. The problem with many of these plants is that they often have no natural enemies to keep them under control. Demak, bu yerda aytilyapti, har qanaqa chiroyli o'simlik ham yoqimli bitta manzara bo'lavermaydi. Biz weed, ya'ni begona o'tlar haqida gaplashmayapmiz. Begona o'tlarda ozgina harakat qilib yo'qsa bo'ladi, lekin bu maqolada biz boshqa kategoriyadagi, boshqa turdagi o'simliklar haqida, boshqa turi haqida aytmoqchimiz. Ular odatda chet eldan keladi va insonlar uchun xavfli, hatto buildings, ya'ni buildings degani binolar uchun ham xavfli. Bu o'simliklar yangi hududlarda invade qiladi. Invade degani bosib oladi. Spread rapidly. Juda ham tez tarqaydi. Mana, spread rapidly deyapti. Keng, ya'ni tezlik bilan
tarqab ketadi deyapti. Bizdan aynan multiple choice savolida tobora ko'proq tarqalyapti deb so'ragan edi. Aynan mana shu qismdan boshlab diqqat bilan o'qishimiz kerak. Difficulty remove yo'q qilishga qiyin ekan. Natijada shuning uchun ham bular invasive bosib oladigan o'simliklar deyilar ekan. Va bu kabi o'simliklar bilan bog'liq muammo shuki, ularda nazorat ostida ushlab turish uchun ularda tabiiy dushmani yo'q. Masalan, kalamushlar yo'q bo'ladi, chunki ularda dushmani bor. Bo'ri yeyishi mumkin, kalamushlarda mushuk yeyishi mumkin yoki sichqon bo'ladigan bo'lsa, tulki yeyishi mumkin. Ya'ni ba'zi bir o'simliklarda yoki hayvonlarda dushmani bo'lganligi uchun ularda soni keskin ko'payib ketmaydi. Lekin bu o'simlikda birorta dushmani yo'q ekan. Ya'ni bu o'simlikda hayvonlar yemas ekan yoki xullas dushmani yo'q ekanda hayotda. Shuning uchun ham juda ham keng tarqalib ketar ekan. Chunki nazorat ostida ushlab turish uchun tabiiy dushmanlari yo'q ekan. Mana bizga savolda so'ralgan joy chiqdi va bilib oldik sababini. Endi qaraymiz. Borgan sari ko'p hududlarni egallayapti, chunki it is not possible to get rid of them. Ularni yo'q qilishda iloji yo'q, imkoni yo'q deyilyapti. The climate of a non-native country suits them better. Boshqa davlatda iqlimi ularga ko'proq mos tushadi deyilyapti. They don't have to defend themselves against anything. Ular o'zlarini boshqa hech qanday narsadan himoya qilishiga hojat yo'q. Ya'ni boshqa narsalardan o'zini himoya qilishiga hojat yo'q. Ularga ko'p suv kerak bo'lmaydi. Hozir mana shulardan bittasi to'g'ri javob bo'ladi. Hozir o'qidik. Qaysi javob to'g'ri javob bo'ladi 21 ga? Ba'zilar C olyapti, Azizaoy A olyapti. Xo'p, bu yerda they don't have natural enemies. Ularda tabiiy dushmani yo'q deyapti. Dushmani yo'q degani ular o'zini himoya qilishiga hojat yo'q deganga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu yerda javobimiz C javob bo'ladi. Bu yerda not possible, ularda yo'q qilishda imkoni yo'q. Ya'ni ularda yo'q qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Ilojsiz, impossible narsa bu deb aytilmadi. Shuning uchun bu javobni ola olmaymiz. Iqlim haqida gap ketmadi. Shuning uchun ham bu javobni ola olmaymiz. Suv, ularga qanchalik ko'p suv kerak bo'ladi bu haqida ham aytilmadi. Shuning uchun bu javobni ham ola olmayapmiz. Keyingi savolni o'qib olamiz. Japanese knotweed. Demak, yana mana shu Japanese knotweed haqidagi ma'lumotni topamiz. Bu yerda cultivation can result in serious punishment. Uni ekish jiddiy punishmentga sabab bo'ladi. Butun Britaniyaga tasodifan tarqaldi. Tijoriy maqsadda hali ham mavjud. Yana izlanilishi kerak deyilyapti. Agarda shunday bitta so'z qo'yib boshqa hech qanaqa ma'lumot bermagan bo'lsa, bir qator variantlarni ham o'qib olinglar. Aynan gap nima haqida ketayotganini bilish uchun yoki bitta bo'lsa ham variantni o'qib olsalaring o'zlaringga yaxshi bo'ladi. Demak, o'qishda davom etamiz. A good example of, mana bu yerda belgilab qo'ydik. Bu joyda belgilab qo'yinglar, chunki endi keyingi savolning javobi keyingi qismdan chiqadi. Yana boshdan o'qishga hojat yo'q. A good example of non-native invasive plants is Japanese knotweed. The World Conservation Union lists this plant as one of the world's worst invasive species because it can grow through hard surface such as roads and walls. In the UK, it is already causing massive damage to roads and affecting property values. Japanese knotweed originally came from Asia and grows naturally on the sides of volcanoes where volcanic ash keeps it from spreading. It was introduced to the West by the botanist Philip von Siebold, who sent it to the Royal Botanical Gardens, Kew, in August, in a parcel of plants. The attractive plant, which reaches a height of 3 to 4 meters, was much admired and quickly became very popular with the Victorians. Iloji boricha tezlik bilan o'qinglar, chunki hali kalit so'z chiqmayapti. Garden Center sold it commercially and it was deliberately planted all over the UK. Demak,
o'sha paytda sotilgan deyapti, lekin hozir ham available, hozir ham borligi haqida gap ketmayapti. O'qishda davom etamiz. Since 1981, it has been a crime to plant or grow Japanese knotweed in the wild. Demak, 1981-yildan beri mana shu Japanese knotweedni in the wild, yovvoyi tabiatda o'stirish, crime hisoblanishni boshlabdi. Demak, jinoyat hisoblanishni boshlabdi. This includes moving polluted soil or plant cuttings. If you are caught doing it, you can be fined or even sent to prison for up to 2 years. Agarda siz mana shu knotweedni yovvoyi tabiatda o'stirsangiz, jarimaga tortilishingiz mumkin ekan yoki 2 yilgacha qamoqqa olinishingiz ham mumkin ekan. It is not illegal to have this plant on your property, but you as a landowner have the legal responsibility to ensure that it doesn't spread to your neighbor's land. Bu o'simlikda o'zingizga hududingizda, property degani o'zingizga tegishli bo'lgan joy, masalan, uyingiz bo'lishi mumkin, o'zingizga tegishli, ya'ni aynan siz egalik qilasizda u joyga. O'zingizga propertyingizda ekish noqonuniy emas, lekin qo'shniga tarqab ketmaslik kerak ekan. Xo'p, bizda aynan true false not given da shunga doir savol berilganda, shuni ishlaymiz endi. If you grow Japanese knotweed in your garden, it doesn't mean that you break the law. Agarda siz Japanese knotweedni bog'ingizda o'stirsangiz, bu qonunda buzganingizni anglatmaydi, deyapti. Javobimiz nima bo'ladi bu yerga? Yaxshilab fikrlashlaring kerak bo'ladi. Difficult to remove dedi-ku, lekin imkonsiz demadi. Shunga xatomi? Ha, xuddi shunaqa. Nimadir qilish qiyin degani bu ilojsiz degani emas. Shuning uchun uni ololmaymiz. Xo'p, true false not givenga javoblarni aytinglar. True mi, false mi, no information mi? Ma'lumot berildi, siy ololmaymiz. To'g'rimi, xatomi? Bog'da o'stirish qonuniy ekanmi, noqonuniy ekanmi? Yaxshi, bu yerda 25 ga A javobni olamiz. True, ya'ni in your garden, o'zingizni bog'ingizda o'stirsangiz, bu sizni qonunda buzganingizni anglatmaydi. Chunki it is not illegal to grow this plant in your property, ya'ni o'zingizga tegishli bo'lgan hududda o'stirsangiz bo'ladi, lekin in the wild, yovvoyi tabiatda, masalan, o'rmon, shunaqa bitta odamga tegishli bo'lmaydi-ku, shunaqa yovvoyi tabiatda o'stirsa, qonunda buzgan hisoblanar ekan, illegal ekan, lekin o'ziga tegishli property, ya'ni o'zini uyi bo'lsa, o'zini bog'i bo'lsa, o'stirsa bo'lar ekan, faqat qo'shniga tarqab ketmaslik kerak ekan. Bu qonunda buzganlikni anglatmas ekan. Shuning uchun bu yerga javobimiz true bo'lyapti. Keyingi savolni o'qib olamiz. The complete removal of Japanese knotweed is challenging due to its strong root system. Butunlay yo'q qilish qiyin ekan, chunki root system, ildiz tizimi juda ham kuchli ekan. Ildizlar juda ham kuchli bo'lgani uchun yo'q qilish qiyin ekan. Xo'p, demak o'qishda davom etamiz. Bu yerda Japanese knotweed haqida gap ketyapti. Demak, Japanese knotweed cultivation can result in serious punishment. Mana shu o'simlikni o'stirish jiddiy punishmentga sabab bo'ladi. Britaniyaga tarqab ketdi, hali ham mavjud, izlanilishi kerak deyilyapti. Bu haqida hozir o'qidik. 22 ga javobimiz nima bo'lyapti? 22 ga. Yaxshi, Sabohat. Bu yerda nima uchun qanaqa punishment bor ekan? Ya'ni qamoqqa 2 yilgacha prison qamoqqa olinishi mumkin ekan yoki fine jarimaga tortilishi mumkin ekan. Shuning uchun bu yerga javobimiz A javob bo'lyapti. Serious punishment. Qaranglar, to'g'ri javoblar paraphrase qilingan holda kelyapti.
Demak, hali ham mavjud deb aytilmadi, oldin mavjud bo'lgan deb aytildi, lekin hozirgisi haqida ma'lumot yo'q. Research qilish haqidagi accidentally emas, aksincha bitta odam o'sha botanical gardenga olib keldi deyapti. U tasodifan emas-ku, atalab olib kelgan ekan. Tadqiq qilish kerak, o'rganilishi kerak deb aytilmadi. Demak, bitta to'g'ri javobimiz A javob bo'lyapti. Xo'p. Having Japanese knotweed on your property means you. Demak, o'zingizni hududingizda Japanese knotweed bo'lishi nimani anglatadi? Xo'p, o'qishda davom etamiz. Demak, anyone wishing to sell a house with Japanese knotweed within 7 meters of their property has a problem. Many banks will refuse to give potential buyers a loan, and insurance companies will not bear the cost of damage caused by this plant. Additionally, neighbors could take legal action because their properties are also in danger indirectly. Japanese knotweed is incredibly difficult and expensive to remove. Demak, mana bu yerda aytilyapti, uyida agar knotweed bo'ladigan bo'lsa, o'sha uyini sotish bilan muammo bo'lar ekan, chunki banklar qarz berishga, ya'ni potential buyers shu uyni sotib olmoqchi bo'lib, bankdan ba'zilar pul oladi-ku, o'shalarga qarz bermas ekan bank. Bundan tashqari, sug'urta kompaniyalari ham shu o'simlik tufayli yuzaga keladigan damage ga chidab tura olmas ekan. Bundan tashqari, qo'shnilar ham shu qo'shnisiga, mana shu o'simlikni o'stirayotgan qo'shnisiga legal action olishi mumkin ekan, ya'ni qonuniy chora ko'rishi mumkin ekan, chunki ularning uyi ham xavf ostida bo'lganligi uchun qo'shnisiga chora ko'rishi mumkin ekan. Xo'p, demak, endi javobni o'qiymiz. Having Japanese knotweed on your property means you can only successfully sell your house via a bank. Faqatgina bank orqali muvaffaqiyatli sota olasiz. May have a serious dispute with your neighbor. Qo'shningiz bilan jiddiy muammo bo'ladi. Need to take out additional insurance. Qo'shimcha sug'urta olish kerak. Can get a lot of fruits. Ko'pgina mevalar olishi mumkin. Xo'p, javobimiz nima bo'ladi? Bunisini ancha oson beribdi. Ancha oson olsa bo'lar ekan. Javobimiz nima bo'ladi? B bilan C ga o'ylanyapsizlarmi? Aytyaptiki, insurance kompaniyalari chidamaydi. Shu o'simlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan damage-da. Sug'urta kompaniyasi o'zi shunaqa kompaniyaki, birorta damage bo'ladigan bo'lsa, o'shani qoplab berish kerak-da, lekin sug'urta kompaniyalari ham chidamas ekan bu o'simlikda tufayli yuzaga keladigan damage-ni qoplashga chidamas ekan. C olamizmi, B olamizmi? Qo'shningiz bilan jiddiy mojaro kelib chiqishi mumkin deyilyapti. B'da. Qaysi biri to'g'ri javob? Javobimiz B bo'ladi. Chunki qo'shimcha insurance olish kerak. Umuman insurance olish kerakligi haqida aytilmayapti. Ya'ni agar knotweed o'stirsangiz, siz yana qo'shimcha bitta sug'urta olishingiz kerak deb ola olmaymiz. Chunki sug'urta kompaniyalari o'zi sug'urtalamasa ham kerak. Chunki sug'urta kompaniyalari chidamaydi. Do not bear degan chidamaydi. Damage-ni qoplashga deyapti. Qo'shimcha insurance haqida gap ketmayapti. Lekin qo'shni legal action, qonuniy chora ko'rishi mumkin, ya'ni jiddiy mojaroga sabab bo'lishi mumkin. Sudgacha borib nima qiladigan bo'lsa, bu jiddiy muammo-ku. Javobimiz B javob bo'lyapti. Muvaffaqiyatli sota olasiz deb olmaymiz, chunki agar shu o'simlik bo'ladigan bo'lsa, mana shu uyni sotmoqchi bo'lgan odamga bank qarz ham bermas ekan. Insurance kompaniyalari chidamas ekan. Meva haqida men gap ketmadi. Qarang, mana ikkita javob false bo'lyapti. Bu not given bo'lyapti. Xuddi true false not given ga o'xshab ketadi.
Masalan, mana bu ikkita javob false bo'ldi. Mana bu not given bo'ldi. False bilan not givenni chiqarib yuborsalaring, faqatgina true javoblar qoladi. To get rid of Japanese notewit, the author recommends Japanese notewitdan yo'q qilish uchun yozuvchi nimani tavsiya qiladi? Demak, tavsiyasini topamiz. Xo'p, bu yerda birorta savol javobi chiqqan bo'lsa belgilab qo'yamiz. Hali ildizi haqida gap ketmadi. Demak, o'qiymiz. Demak, mana bu yerda o'ta qiyin yo'q qilish deyilyapti. It grows very quickly and aggressively with roots 3 meters deep and 7 meters across. You can try and dig it out yourself, but because it spreads underground, it is almost impossible to ensure all the roots have been removed. Ya'ni ildizi 3 metrgacha borar ekan, kengligi 7 metrgacha ekanda ildizi. Va agar siz o'zingiz uni qazib chiqarib yo'qotmoqchi bo'lsangiz, almost deyarli impossible, deyarli iloji yo'q hamma ildizni yo'q qilishga deyilyapti. O'ta darajada 3 metrgacha ichkariga ketar ekan ildizi. Demak, bu yerga ildizi kuchli bo'lgani uchun yo'q qilish qiyin deyilgandi. Nima olamiz bunga? Complete removal, butunlay yo'q qilish qiyin, chunki root system, ildiz tizimi kuchli deyilyapti. 26 ga javobimiz yaxshi, to'ppa-to'g'ri. Javobimiz true bo'lyapti. Chunki juda ham qiyin, 3 metrgacha boradi, 7 metrgacha kenglikda bo'ladi deyilyapti. O'ta darajada qiyin deyilyapti. Bu demak true ga to'g'ri keladi. The time and cost required to eradicate Japanese notewit with herbicides are as much as by doing it manually. Ya'ni herbicide degani bir xil o'simlikni yo'q qilish uchun dorilar bo'ladi-ku, masalan, ajriq, chirmovmi, shunaqa bizda ham qanaqadir tarqalib ketadigan o'simliklar bor-ku. O'shanga ham qanaqadir dorisi bor-da, shuni sepib qo'ysa yo'q bo'lib ketadi, ildizni quritadi. Shunaqa bilan yo'q qilishda vaqti narxi qo'l bilan qilish bilan bir xil deyapti. Herbicide bilan yo'q qilishga qancha vaqt, qancha pul ketsa, qo'lda qilishga ham shuncha vaqt ketadi deyilyapti. Masalan, qo'lda ajriqni tozalasa ko'proq vaqt ketadi-ku, lekin herbicide shuni sepib qo'ysa bo'ldi, vaqt masalan kamroq ketadi. Lekin bunda aytiladiki, ikkalasi teng deyilyapti. Qani ko'ramiz, tengmikan yoki bizni o'simliklarga o'xshab teng basmikan. Xo'p, davom etamiz. Demak, mana bu yerdan javobni oldik. Javob chiqqan joyda belgilab qo'ysak, keyingi qismdan topib ketaveramiz. Also, this plant is classified as special waste, so you have to take it to a place that has permission to dispose of it, which may mean you have to pay a huge fee. Alternatively, the plant can be treated with a chemical weed killer. Mana chemical weed killer bilan ham yo'qsa bo'ladi, ya'ni herbicide ga to'g'ri kelyapti bu. This takes about 3 years to be effective and is slightly cheaper than removing it manually. Bu taxminan 3 yilda olarkan, natija berishi uchun qo'lda qilgandan ko'ra ozgina arzonroqqa tushar ekan. Xo'p, bizda ozgina ikkalasi teng, baravar dedi. Bu yerda ozgina arzonroq qo'lda qilish deyapti. Yo'q, herbicide qilish arzonroqqa tushar ekan. Xo'p, matnda arzonroq deyildi. Bu yerda aytilyaptiki, ikkalasining narxi bir xil. As much as bunga qancha ketsa, shunga ham shuncha ketadi deyilyapti. Javobimiz nima bo'ladi 27 ga? Yo'q, bu yerda no information ololmaymiz. Muattarxon ma'lumot berildi-ku, bittasida ikkalasiga ham teng pul ketadi deyilyapti. Bittasi arzonroq deydi. Javob B javob bo'lyapti, false. Sizlar javobni belgilayotganda false deb yozmaysizlar, albatta B deb ketishlaring kerak bo'ladi. Demak, javobimiz bu yerda B javob bo'lyapti. Chunki teng emas, bittasi arzonroq. Shuning uchun.
There have been many cases when people died of being poisoned by the giant hogweed. Giant hogweeddan zaharlanib hattoki odamlar o'lgan deyilyapti. Agar haqiqatan ham odamlar o'lgan bo'lsa true, odamlar o'lmagan bo'lsa false. Odamlar o'lganmi yoki o'lmaganmi bu haqida ma'lumot bo'lmasa javobimiz no information bo'ladi. Xo'p, bu yerda hali tavsiya bermadi Japanese Notweed'ni yo'q qilish uchun. Demak, o'qishda davom etamiz. Considering the seriousness of the situation, professional help is the most effective and sensible way to solve the problem. Mana shu muammoni jiddiyligini hisobga olgan holda professional help, ya'ni professionallardan yordam olish eng samarali va oqilona yo'l hisoblanadi muammoni yechish uchun. Demak, mana maslahat berilyapti, professional mutaxassislardan yordam olish kerak deyilyapti. Endi qaraymiz. Choosing the slower, more inexpensive method. Sekinroq, arzonroq metodni tanlash kerak deb maslahat beryapti ekan. Letting experts to take on the responsibility. Ekspertlarga mas'uliyatni bo'yniga olishga imkon berish kerak, ya'ni ekspertlarga qo'yib berish kerak deyilyapti. Working very carefully on your own. O'zingiz yolg'iz ehtiyotkorlik bilan ishlashingiz kerak. Burning it. Yoqib yuborish kerak deyilyapti. Qaysi maslahatni berdi? Yaxshi, javobimiz B javob bo'lyapti. Ekspert so'ziga qaysi so'z to'g'ri kelyapti? Professional so'zi to'g'ri kelyapti. Juda ham yaxshi. Qolgan variantlar haqida aytilmadi. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz endi. Keyingi savolga javob topishga. Another invasive species is a giant hogweed, which comes from Central Asia. It was first introduced to European gardens in the middle of the 19th century because of its impressive white flowers, which are grouped together on umbrella-like heads. It can have a height of up to 5 meters and grows at riversides and anywhere else where the soil is moist. The problem with this plant is the liquid inside it, known as the sap. If you come into contact with it and are then exposed to sunlight, you will receive blistering burns that sometimes stay for several weeks and may well leave a scar. If you touch this plant, clean the skin area with lots of soap and water and then consult a doctor. The problem is that a victim, not being aware of the danger, doesn't notice anything is wrong until a few days later. And the biggest issue with this plant is that children are tempted to play with it due to its large leaves and exciting hollow stalks. There have been many cases of hospitalization. Ya'ni hospitalization degani juda ham ko'p odamlar shu o'simlik tufayli doktorxonaga, kasalxonaga tushgan ekan. Xo'p, bitta giant hogweed degan o'simlik haqida gap ketyapti. Bu yerda o'sha ichida suvi bo'ladi, nomi sep deb aytilyapti. Agar siz shu sharbatiga tegib ketsangiz, qanaqadir dog'lar paydo bo'lar ekan, chandiq bo'lib qolar ekan deb umumiy gaplar aytildi. U darajada muhim biz o'sha kalit so'zlar bilan ishlaymiz asosan, chunki har bitta qismni maydalab o'qib chiqib, tarjima qilib o'tiradigan bo'lsak, vaqtdan yutqizamiz. Shuning uchun bizga matndan bizga kerakli qismni topib olib, o'sha joydan javobni olishimiz kerak. Masalan, mana bu yerda juda ham ko'p holatlarda shifoxonaga tushish holatlari bo'lgan deyilyapti. Bizda ko'p odamlar o'lgan deyiladi. Javobimiz nima bo'ladi? Jicha chaqitadigan, lekin bemalol olsa bo'ladi. Ko'p odamlar o'lgan deyilyapti, lekin bizga shifoxonaga tushgan deyildi xolos. Javobimiz ba'zilar B olyapti, ba'zilar C olyapti. Beta shifoxonaga tushganligi haqida aytildi, lekin odamlar o'lganmi, o'sha shifoxonaga tushib qolgan odamlar yoki tirik qolganmi, bu haqida ma'lumot aytilmadi. Shuning uchun javobimiz bu yerda no information bo'ladi.
Chunki o'lim haqida umuman gap yo'q-ku. Death degan, o'lim degan so'z bor, pass away degan so'z bor. Umuman o'lim haqida aytilmayapti. Odamlar shifoxonaga tushgan, lekin ular o'lganmi, tirik qolganmi, bu haqida ma'lumot yo'q. Shuning uchun javobimiz C javob bo'ladi. False olish uchun bir-biriga qarama-qarshi so'z bo'lish kerak-da. Masalan, o'lmoq so'zni qarama-qarshi so'zi tug'ilmoq, to'g'rimi? Lekin kasal bo'lmoq unga qarama-qarshi so'z bas-ku, yoki shifoxonaga tushmoq oldini antonimi bas-ku. False olish uchun antonim bo'lish kerak. Bir-biriga qarama-qarshi zid ma'no bo'lish kerak. Bu yerda hech qanaqa zid ma'no yo'q. Shuning uchun false ola olmaymiz. The author believes that people should be very careful to transfer native species to new locations. Yozuvchi ishonadiki, juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Native speciesni yangi locationga olishga ehtiyotkor bo'lish kerak deyilyapti. Xo'p, o'qiymiz. These are just two examples, but they have something in common. They started their invasion as a beautiful plant specimen brought home from a faraway country, without anyone being aware of the consequences of this action. Due to today's globalization, we have a new responsibility to protect locations, specific environments, and not move native plants from country to country. Demak, bular boshida juda ham chiroyli o'simlik sifatida hayotini boshlagan, chet eldan o'zlarini davlatiga olib kelishgan, lekin oqibatidan xabardor bo'lishmagan. Bugungi kunda globallashuv jarayonida bizda yangi bitta responsibility bor. Biz boshqa o'simliklarda o'zimizni davlatimizga, ya'ni bir davlatdan boshqa davlatga olib bormasligimiz kerak deyilyapti, chunki oqibatlari yomon bo'lishi mumkinligi aytilyapti. Xo'p, bu yerga juda ham ehtiyotkor bo'lish kerak o'simliklarni yangi joyga olib borishga. Javobimiz nima bo'ladi 29 ga? Yaxshi, javobimiz javob bo'lyapti. Ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Bizda yangi bitta mas'uliyat bor. Chunki biz chiroyli gul deb o'ylagan narsa aslida shunaqa konsekvenslarga olib kelishi mumkinligi aytilyapti. Xo'p, ko'rib turganlaringdek har bitta savolda javobini chiqadigan joyi bor. Sizlar butun matnda hammasini sinchiklab o'qishlaring shart emas. Masalan, boshida bizga tez borgan sari tez cover qilib olyapti. Cover degani egallab olyapti dedi. Boshida tezlik bilan o'qiysizlar. Bu degani umuman ma'nosiga e'tibor bermanglar degani emas, albatta ma'nosiga ham qaraysizlar. Lekin kalit so'zni qidirib topasizlarda, kalit so'zni o'zi berilgan bo'lmaydi, sinonimi kelgan bo'lsa, cover o'rniga spread kelyapti. Sizlar belgilagan kalit so'zni o'zini yoki sinonimini topdilaringmi, diqqat bilan o'qib turib javobni olasizlar. Masalan, mana bu yerda o'sha kalit so'z chiqdi, mana javob kelyapti. Mana bu yerda umumiy gaplar aytilyapti, keyin mana o'sha illegal hisoblanishi haqida gap ketgan joydan javobni olyapmiz. Yoki bo'lmasam o'sha qo'shni bilan disput chiqishi mumkinligi mana bu yerda aytilyapti. Umuman yo'q qilib bo'lmaydi deb turib aytib sababi aytib ketilyapti. Orada mana umuman javob yo'q joylar ham borda. Shuning uchun sizlar orada javob chiqmay qolsa, men tushunmayapmanmi yoki javoblar topolmayapmanmi deb o'ylamanglar, chunki ba'zi bir joylardan o'zi javob chiqmaydi, lekin ba'zi bir joylardan ikkitadan ham javob chiqib qolishi mumkin. Xo'p, kalit so'zlar bilan ishlanglar iloji boricha. Kalit so'zlar bilan ishlasalaring javob topish oson bo'ladi. Keyin yana sizlarga men o'zim amalda qo'llagan, meni o'zimga zo'r foyda bergan, tilda qiziqib, mazza qilib o'qishimga yordam bergan bitta usulda aytaman. Men masalan birorta listening qildimmi, ayniqsa reading qildimmi, xuddi o'sha mavzuni YouTube ga yozib turib, o'sha mavzuda videolar ko'rardim. Shunaqa ham qiziqib o'qirdim. Hozir masalan mana shu passageda ishladim. Yana shu mavzuga doir videolar ko'rgim kelib turibdi. Vaqt topishim bilan ko'raman deyapman. Keyin yaqinda mana shu videolarni tagiga xuddi shu mavzuga doir o'zim YouTubedan videolar topib, o'sha videolar tagiga link qilib chiqaman. Xohlovchilar yana ham general Englishni oshirish uchun, yana ham qiziqib ingliz tilini o'qish uchun, shu mavzuga doir yana ham ko'proq bilimlarga ega bo'lish uchun o'sha videolarni ham ko'rsa juda ham foydali bo'ladi. Masalan, shu Japanese nomi nima edi? Hogwartsmidi?
not with ekan. Japanese not with deb turib YouTube'ga yozsalaring, mana shunga doir zo'r videolar chiqadi. Bu qanaqa o'simlik? Rasmlarini ko'rib, videosini ko'rib o'qisalaring to'g'risi mazza qilasizlar. Shunaqa o'simlik ekanda deb shunaqa ingliz tilini mazza qilib o'rganasizlar. Yoki bo'lmasam mana bu yerda Giant Hogwartsda buni sanashmasam ismi. Qani? Mana Giant Hogwarts deb YouTube'ga yozinglar. Rosa ham qiziqib o'rganasizlar. IELTSda ham, multi levelda ham, ayniqsa readingda shunaqa akademik topiklar keladi. Sizlar akademik mavzularda, videolarda qancha ko'p ko'rsalaring, shuncha zo'r tushunadigan bo'lasizlar. Shunaqa ilmiy mavzularda hamda BBClar ko'ringlar, BBCning podkasti ham bor, YouTube'da videolari ham bor. Rosa ham zo'r foyda beradi. Masalan, qani yozinglarchi, shuni YouTube'ga yozib turib Giant Hogwarts yoki mana uni nomi nima edi? Japanese Not with deb yozinglarchi. Shuni rasmga olib turib discussion gruppaga tashlaylarchi. Qani chiqarmakan. Men hali o'zim yozmadim, lekin o'zim imtihon topshirishimdan oldin rosa ham ko'p ko'rardim. Hozir yana qiziqib ketdim. Bu PSHda o'qib turib yana ko'raman deyapman-da. Shunaqa qilinglar, shunaqa mazza qilib ingliz tilini o'rganasizlar. Ko'rganlaringiz shunaqa ekanda, bunaqa ekan deb o'sha ingliz tilini ichiga kirib ketib o'rganasizlarda. Qani discussion gruppaga shuna YouTube'ga yozib, internetdan ma'lumotlar olib tashlaylarchi. Men o'zim ham ko'raman. Shu ekanda ustoz yaponlarni qaqshatgan. Ha, mana qaranglar, yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lyapsizlar. Qayman o'zim ham yozib ko'rchi. Masalan, shunga doir videolar ko'rish sizlarga hozir qiziq tuyuldimi yoki qiziq tuyulmadimi? Sizlarni bilmadim, lekin men rosa ham qiziqib ko'rardim-da. Shunaqa ekanda, hozir shu haqida o'qibman-da deb turib. Chunki bu IELTSdagi, multi leveldagi PSHlar ham oddiy nimalar basda. Biz-ku ko'p o'quvchilardan maqsadi, ayniqsa darajasi endi 5-6 bo'lib turgan o'quvchilardan maqsadi shu javobda bir iloj qilib topib olsa, belgilab olsa, shu bilan qutulsa bo'ldi. Lekin darajasi 7, 7dan oshgandan keyin o'quvchining maqsadi faqatgina o'sha javobni belgilab olish bo'lmaydi-da, balki uni ma'nosiga tushunib, shunaqa ekanda deb ma'nosini tushunishni boshlaydi. Men o'zim ham darajam 6, 5 yoki hali strong 7 bo'lmagan paytlarda to'g'risi javoblarni olardim, nima o'qiganimni bilmasdim-da. Shuni o'qib ketaverardim. Shunday kalit so'zni topib olsam, mana kalit so'zi keldi, belgilab olsam bo'ldi. Lekin nima haqida o'qiganimni, hozir nima haqida o'qidingiz desa bilmayman dedim, tushunmasdim. Lekin sizlar tilni shunaqa o'rganinglar, darajalaringiz C1 bo'lsin, 7+ bo'lsin, to'g'risi shunaqa qiziqib o'qiysizlar. Men o'zim shu listening bilan readingdan 8,5 olishimdan oldin, 8,5 bu уже native deganida. Shuni ishlasam 39-40, 38-39-40. Doim natijam shu 38-39-40 chiqadigan bo'lganda, qanaqa practice test ishlasam ham o'sha paytda shuni imtihonimdan oldin qo'rqib turgandim-da, natijam qanaqa chiqarkin, balki past chiqib qolsa-chi deb qo'rqib turgan paytimda shuna bitta practice testni oldim qo'limga, o'qiyapman-da, shunaqa hali tushunyapmanki ma'nosiga. O'sha endi practice testda ham readinglarda shunchaki nimani bas oddiy qanaqadir matncha emas, balki ilmiy, o'shanga doir bir izlanishlar bo'lgan, zo'r qiziqarli mavzularda, ilmiy mavzularda yozilgan bo'ladi-ku. Shuni o'qiyapman, 100% tushunyapman-da. Juda bo'lsa bir 98-100%. Bitta ikkita bilmagan so'zim ham chiqishi mumkin, lekin shunday kontekstdan chiqarib olyapman o'sha so'zlarni ham.
shunaqa zo'r tushunganman, keyin aytganman, mayli, men shuncha harakat qildim, natijam endi bu yog'i men qo'limdan kelgan ishda qildim, maksimal harakat qildim, natijasi endi Allohga tavakkal, lekin men natijam necha chiqsa ham roziman, chunki mana men zo'r tushunyapman-ku ingliz tilini. Zato men shuncha bilimni oldim-ku deb rosa xursand bo'lganman-da. Shuning uchun yaxshi o'qinglar va mana shu readingdagi mavzularga doir YouTube'dan videolar ko'ringlar. Keyin insho yozmoqchimisizlar? Insho yozganda ham shunchaki yozib ketmasdan o'shanga doir YouTube'dan videolar ko'ringlar. Keyin yozsalaring, birinchi o'zingizdan o'ylab ko'ringlar, nima yozish mumkin deb o'ylab ko'rib, keyin YouTube'dan videolar ko'rsalaring mavzuga doir. Shunaqa desa bo'lar ekanda, shunaqa lug'atlar ishlatsa bo'lar ekanda bu topikka deb o'rganasizlar. Men o'zim amalda qo'llagan, ingliz tilini mazza qilib o'rganishimga sabab bo'lgan strategiya shu. Hozir YouTube ham bunaqa qimmat bas-ku, Human sim karta olsalaring, adashmasam 15 mingami YouTube'da VIP qilib beradi. Foydalaninglar, qancha ekspertlar tekin darslari bor-da. Yo'q, bizda yo'q bo'lsa kerak unaqa xavfli o'simlik, bizda ham o'sadi bunaqa o'simlik. Bizda janaqa xavflisi bo'lmasa kerak. Keyin aytyapti-ku, bu o'simlik o'sha boshqa joydan yangi joyga olib borsa, yangi joyga shunaqa tarqab ketishi mumkin ekanda, balki o'zi o'sadigan joyda ularda enemisi, dushmani bordi, unaqa ko'p tarqalib ketmas, yangi joyda dushman topilmay keyin tarqalib ketishi ham mumkin. Bizdan borgan shekilda bo'lmasam bu o'simliklar ular chidalmagan. Xo'p. Mavzuga doir savollaring bormi? Mana shu mavzuga doir yana bitta practice test ko'ramiz. Amal qilinglar, lekin aytganimga o'zingizlar ham qiziqib o'qiysizlar, mavzuga doir YouTube'da videolar ko'rsangiz shunaqa ekan deb ilmiy mavzularda qancha yaxshi tushunsalar, u reading listening umuman muammo bo'lmay qoladi. Gapirishga ham ideyalar olasizlar, yozishga ham ideyalar olasizlar, subtitr bilan ko'rganlaring sari u grammatika, lug'at, xullas ingliz tilini tabiiy yo'l bilan o'rganasizlar-da. Biz o'zimiz ham o'zbek tilini faqat kitobni quchoqlab olib o'rganmaymiz-ku. O'sha ingliz tilida gaplashamiz odamlar bilan, eshitamiz. Hozir chet elda basmanda, muhit yo'qda deydigan zamon bas, internet bilan, YouTube bilan bemalol o'zlaringga atmosfera qilib olsalaring bo'ladi. Mavzuga doir videolar ko'rib, o'zlaring muhitni yaratinglar.